Assalomu alaykum, Your English Teacher kanali obunachilari. I'm Ahladin Yunusov, Your English Teacher. Demak, navbatdagi 20-mart 2025-yilda tashlab berilgan onlayn testlarimiz tahlilini boshlaymiz. Bugun 22-mart. Demak, mana shu testlarimizni bir qator ko'rib chiqamiz. Demak, bu testlarimiz, demak, Abituriyent gazetasidan, o'zimiz tematikadan, Testmasterdan har xil joylardan yig'ib olingan testlar. Bu testlarimizni demak sizlar uchun foydali bo'ladigan umiddaman. Bundan chiroyli bir grammatikalar o'rgansalar men ham xursand bo'laman. Demak, test tahlilini boshlaymiz. Birinchi testimiz. Demak, birinchi testimiz demak o'z-o'zidan berilyapti bizda bog'lovchilar berilayotgan holatda demak bog'lovchilar haqida nimalar bilishimiz kerak bo'ladi. Bilasizlar, demak bog'lovchilarimiz o'zidan keyin demak subject verb qabul qiladigan clause bog'lovchilarga va o'zidan keyin noun yoki pronoun qabul qiladigan preposition bog'lovchilarga bo'linadi. Bu asosiy narsa, eslangda qolsin bu narsa. Bu joyda berib ketgan hamma bog'lovchilarimiz demak as long as, so that, as soon as va in case hammasi o'zidan keyin subject verb qabul qiladigan bog'lovchi bo'lib, bu bog'lovchilarimiz ichida faqatgina tarjima katta rol o'ynaydigan holat qoldirilgan. As long as bu demak if degani, demak as long as demak bu ifga teng, agar saga chiqadi. So that bog'lovchimiz demak bizda maqsadida degani, maqsadida. In case o'zi aslida sa deb degan tarjima bilan beramiz, lekin asosiy mohiyati maqsadida degan ma'noni bildiradi. Maqsadida. Maqsadida. As soon as esa bizda bilanoq degan ma'noni biladi. Bilanoq. Demak, bu joyda demak o'z-o'zidan mana ko'rib oldik tarjimalarning har bittasinikini. Demak, maqsadida demak bilanoq va mana bu narsalarni ko'rib oldik. Demak, kompyuterimizni biroz kuchaytirib qo'yamiz. I'm sorry. I'm sorry. Demak, mana bularni demak ko'rib oldik. Bo'ldi. Demak, I have got your business card. I need to call and cancel our meeting. Demak, men seni demak nima vizitkani oldim. Business card degan vizitka degani, hurmatlilar. Demak, bu bizda vizitka degan ma'noni ko'rsatadi. Vizitkani oldim. Demak, nimaga oldim? Demak, aynan demak uchrashuvimizni qoldirishim kerak bo'lib qolsa va senga telefon qilsam deb degan ma'no ketadi. Mana bu yerda maqsadda deb yozyapman. I'm sorry. Bu har ehtimolga qarshi degan ma'noni bildiradi. Har ehtimolga qarshi. Demak, mana if agarsa maqsadida bilanoq sa deb yoki har ehtimolga qarshi. Nima deyapti? Demak, I have got your business card. Nimaga? Men seni demak vizitkani oldim. Nimaga? Har ehtimolga qarshi. Demak bizda I need to call and cancel our meeting. Misol chiqaring. Agar bizda if bilan mana shu in case juda ham ko'pchilik mana shu farqini so'raydi. Kelinglar mana shu joyga tezlik bilan Murphyga murojaat qilaylik. Murphyda demak mana shu demak in case bilan ifni bir-biridan farqini zo'r tushuntirib qo'ygan joy bor. Murphyda demak adashmasam 114-unitda berilgandi in case ni. 228-betga chiqib beradimi ekan, to'ppa-to'g'ri qaylar. Mana shunday men o'zimni misolcha har doim misol tariqasida aytaman o'quvchilarimga ham. Ba'zi bir qoidalarni qaysi kitobni qaysi unitida berilganligicha yodlab qo'yinglar bolalar. Rosa kerak bo'ladigan narsa. Qarang, in case'da aynan 114-unitda berilganligini yodlab qo'yganimni e'tibor qaratinglar-da. Mana shu unitni o'qib qo'yinglar va mana shu unitda ham rosa kerak bo'lgan joyi bor. Rosa kerak bo'lgan joy nima? Desang, if bilan in case bir-biriga raqobatga qo'ygan joyi bor. Misol chiqaylar. In case sodir bo'lishi kutilayotgan ish harakatga tayyorgarlik ko'rish. If esa ish harakat bajarilgandan keyin ikkinchi bir ish harakat bajarish. Misol uchun mashinalarga signalizatsiya qo'yish degan narsa bor. Mashinaga signalizatsiya qo'yamiz. Nimaga? Har ehtimolga qarshi o'g'irlashga kimdir harakat qiladigan bo'lsa, meni ogohlantirsin deb. Tushunasizmi? Yoki misol uchun siz budilnik qo'yapsiz, ertalabki hozir saharlikka turishingiz kerak bo'ladi. Bitta budilnik qo'yish bilan cheklanmaysizda. Uyqungiz qattiqroq bo'ladigan bo'lsa, bitta budilnik emas, 5 minut farq bilan ikkita yoki 3 ta budilnik qo'yib qo'yasiz. Nimaga? Har ehtimolga qarshi birinchisini eshitmay qolsam, ikkinchisini eshitmay qolsam, uchinchisini eshitib albatta turishim kerak bo'ladi. Har ehtimol qarshi, lekin balkim birinchisidayoq turib ketarsiz. Qolganiga atmangni qilib ko'rasiz.
sodir bo'lishi kutilayotgan ish harakatga tayyorgarlik ko'rish. If nimasi? If esa ish harakat sodir bo'lgandan keyin bitta shart bajarilgandan keyin ikkinchi ish harakat bajarish. Misol uchun bizda ketayotgan eng zo'r mana bu yerda berayotgan narsamiz, misol bu yerda u velosipedni bergan, lekin mana shu velosipeddan ko'ra mashinani bersak, ana shuni to'g'riroq chiqadi. Misol uchun aytayaptiki, bu yerda shunaqa gap ketdi mana. O'zingizni, demak, velosipedingizni sug'urta qildirib qo'ying. Nimaga sug'urta qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi? Har ehtimolga qarshi u o'g'irlanib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun har ehtimolga qarshi, demak, endi agar sa deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Velosipedingiz o'g'irlansa deb velosipedingizni sug'urta qildirib qo'ying degan gap ketyapti. Endi biz sa deb uncha chiqmayapti. Shuning uchun har ehtimolga qarshiga aylantiryapman. Endi if nima deyapti? If aytayaptiki, agar velosipedingiz o'g'irlansa, politsiyaga xabar bering. Avval o'g'irlansin, keyin xabar beramiz. Agar shuni ikkalasini o'rnini almashtirib qo'ysa nima bo'ladi, tushunyapsizmi? Agar deyapti, agar velosipedingiz mana bu joyda boshqa agar if qo'yib qo'ysa, agar velosipedingiz o'g'irlansa, keyin sug'urta qiling. Unda birovni sug'urta qilmaydi. Yoki bo'lmasam, maytki in case qo'ysa nima bo'ladi? In case qo'ysak nima bo'ladi? Hali o'g'irlanmagan velosipedga politsiyani ogohlantirishga to'g'ri. Meni velosipedda o'g'irlanib ketib qolishi mumkin-da, bir xabar olib qo'yinglar. Unaqa xabar berilmaydi-ku, tushunyapsizmi? Shu sababli sodir bo'lish kutilayotgan ish harakatga oldindan tayyorgarlik ko'rish. Shuning uchun as long as in case har doim testlarda raqobatga qo'yiladi. Shuning uchun bu narsani ko'raylar. Mana shu hali u yig'ilishni qoldirgani yo'q, lekin qoldirsam deb, mabodo qoldirib qolishi mumkin. Shuning uchun har ehtimolga qarshi sizni vizitkangizni olib oldim deb, bu testimizda to'g'ri javobimiz bizda in case bo'ladi. Endi misol bizda so'zet maqsadida, ya'ni men qoldirish maqsadida degan narsa, qoldirish maqsadida degan narsa emas-da. Yoki bo'lsa esin qoldirishim bilanoq sizga vizitkangizni olaman. Unaqa to'g'ri kelmay qoladi. Tarjima vaqti tushmay qoladi. To'g'rimi? Demak, keyingisi ham demak bizda berilyapti. Nima? Keyingisi bog'lovchilar ketyapti. Bog'lovchilar ketayotgan paytda qaylar? Bog'lovchilarimiz ikkita katta xususiyatga bo'lib berganmiz. Va mana shu xususiyatga bo'lingan joylarda nima deganmiz? Qaylar? Bog'lovchilar bor. Bog'lovchilar bu ikkita rimskiy raqam bilan chiqqanda va bunga vaqt ajratib kelmayapti. Oldingi darslarni gapirganligim uchun. Qaylar? Bog'lovchilarimiz bor. Demak, bog'lovchilarimiz borki, bular o'zidan keyin subject verb qabul qiladi. Subject verb qabul qiladigan bog'lovchilarimizni, hurmatlar, bular demak close deyiladi. Subject verb qabul qiladigan bog'lovchilarimizni close deyiladi. Tushunarli? Close bog'lovchilar. Bog'lovchilarimiz bor, o'zidan keyin I'm sorry. Bog'lovchilar bor, o'zidan keyin demak bizda noun yoki bo'lmasam pronoun yoki bo'lmasam demak doing shaklini qabul qiladi. Tushunasiz? Noun pronoun. Endi 3-chi mana bu yerda buni kelama soch bitta buni 1 deb turib, mana soch mana uni 2 deb turib, mana bu yerda 2 va demak 3-chi raqamni qo'yamiz. 3-chi raqamda o'zidan keyin to infinitive qabul qiladigan ikkita bog'lovchi bor. Shuning uchun buni alohida inoda bilan so esni shunday qilib yozib qo'ysa bo'ladi. O'zidan keyin demak to do shaklini qabul qiladi. Bo'ldi, boshqa qabul bog'lovchilar yo'q. Qarang, mana bu yerda bog'lovchilarimizda misol uchun qaysi deydigan bo'lsak, bu bog'lovchilarimizda bo'lishi mumkin bo'ladi. Misol uchun however bog'lovchimiz demak bizda o'zidan keyin demak subject verb qabul qiladi. Endi xuddi shu yerda qiziqarli taraf nima deydigan bo'lsak, because ham o'zidan keyin subject verb qabul qiladi. Tushunasizmi? Endi mana bu bog'lovchimizga misol in spite of o'zidan keyin demak noun pronoun ing ni qabul qiladi. Endi bu bog'lovchilarni birinchi bo'linishni ko'rgan bo'lsak, ikkinchi bo'linishni qaylar? Ikkinchi bo'linishimizda nima deyapti? Ikkinchi bo'linishida mana bu yerga ketayotgan narsamiz. Bog'lovchilarimiz bor. Men bu bog'lovchilarimizni o'zbek tilida bog'lovchilar degan naqa ketadiki, bog'lovchilar degan narsamiz ketayotgan holatda bu bog'lovchilarimiz gapda kelish holati quyidagicha keladi. Qaylar? Bu bog'lovchilarimiz gap o'rtasida kelishi mumkin bo'ladi mana bunday holatda. Yoki bo'lmasam gap boshida kelgan paytda mana bunday keladi. Mana. Endi qiziq taraf nima desak, bu bog'lovchilarimizga misol qilib men berishim mumkin bo'ladi because bilan. Endi bu joyda qayerda eng qiziq joy shundaki in spite of birlashaladi bu joyda. Mana bu yerda qayerda? Bog'lovchilarimizni ega kesim qabul qilishi yoki noun pronoun qabul qilishiga ko'ra because bilan in spite of ikkita joyda turibdi. In spite of noun pronoun qabul qiladi, because subject verb qabul qiladi. Ular ikkita guruhda turibdi, to'g'rimi? Lekin
bu gap boshida ham gap o'rtasida ham kelish imkoniyatiga kelib chiqqan holda because in spite of bitta joyda turibdi. Endi bu yerda however ularga qo'shilanmaydi. Endi ikkinchi turdagi bog'lashlarimiz nima deydigan bo'lsak, ikkinchi turdagi bulardan 1 2 3 deb ataymiz. Bularni ham qaylar. Bulardan 1 2 3 deb ataydigan bo'lsak, ikkinchi bog'lovchi turlarimiz bular conjunctionlar deb atayman bularni. Bu ma'lumotlarni zo'r qilib bergan conjunctionlar haqida, bular haqida ma'lumotlarimiz Azar kitobida zo'r qilib bergan. Bu bog'lovchilarimizni kelish holati, imkoniyati mana bunday qilib belgilangan. Conjunction katta harfda belgilaylik. Conjunction mana bunday ketgan. Va bu bog'lovchiga misol qilib men sizlarga so da aytishim mumkin bo'ladi, but da aytishim mumkin bo'ladi va for degan, bilasizlarmi yo'qmi? For degan bog'lovchi bor. For degan bog'lovchi bor. Mana shular misol qilib berishim mumkin bo'ladi. Endi 3-turdagi bog'lovchilarimiz bular transitionlar bo'lib, men bularni ko'chmanchi bog'lovchilar, ko'chmanchilar deb atayman. Nimaga? Chunki bular gapda ikkinchi gap tarkibida keladi va ularning kelishida 3 xil holati bor. Keyin ABC qilib beray bularni. 3 xil kelish holati bor dedim. A shaklida kelish holati qanday keladi mana? Nuqta. Ikkala taraf ham demak bizda bu yerda transition mana virgul mana bunday keladi. Ikkinchi kelish holati virgul I'm sorry, transition. Va uchinchi kelish holati nuqtali virgul qo'yilgan holatda, nuqtali virgul I'm sorry, nuqtali virgul qo'yilgan holatda transition. Mana. Nechta holat bo'ldi? Nechta holat bo'ldi hurmatlilar? Mana shu hoslaysiz bergan mana shu uchalasi birinchi holati bu. Endi B holati deydigan bo'lsak, B holati qanday keladi deydigan bo'lsak, B holati mana bunday keladi mana. Nuqta. Keyin yana gap ketadi, virgul, transition. Qani endi hozir vaqtim bo'lib imkoniyat bo'lganda bularga misollar bersam. Ikkinchisi mana bunday keladi. Endi S kelish holatini ko'ringlar. S kelish holatimizda mana bunday keladi mana. Mana qaranglar. Va bu bog'lovchilarimiz, bu transitionlar birinchi gap boshiga chiqmaydi. Ular faqat ikkinchi gap tarkibida har xil joylarda kelishi mumkin bo'ladi. Va bu bog'lovchilarimiz hozir testimizdan kelib chiqqan holatimizda misol however. Tushunasizlarmi? Demak, mana bulardan kelib chiqqan holatda, demak, bu testimizni ko'rayotgan paytimizda, ikkinchi testimizda mana bu yerda birinchi o'rinda, demak, however chiqib ketadi. Chunki however birinchi gap boshiga chiqa olmaydi. U ikkinchi gap tarkibida keladi. Ikkinchisi in spite of ishlata olmaymiz, chunki bizda subject verb kelyapti mana. Subject verb kelayotgani sababli mana bu yerda in spite of ni ham ola olmaymiz. Endi mana bu joyda because bilan even though qolyapti. Bo'ldi, ikkalasi qoladi. Endi tarjimaga keladi navbatimiz. Demak, because degani sababli degani, even though esa ga qaramasdan. Bu joyda qaylar? Televizor Britaniyada kashf, ya'ni ixtiro qilinganiga qaramasdan, uzr, sababli because olyapmiz. Britaniyada kashf ixtiro qilinganligi sababli amerikalik va yaponiyaliklar undan ko'pgina foyda olgan. Sababli degan so'z ham Britaniyada ishlab chiqarilgan, kashf qilingan sababli amerikaliklar bilan yaponiyaliklar mazza qilgan deganisi to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun tarjima bo'yicha B ham kelmaydi. D javobni olamiz. Bunda qanday bo'ladi? Televizor Britaniyada ixtiro qilinganiga qaramasdan amerikaliklar bilan yaponiyaliklar bundan eng ko'p foyda ko'rganlardir degan gapimizda even though bilan bunaqa tarjima chiqib beradi. Va bu testimizni menimcha bemalol sizlarga ma'lumotlari bor bo'lganligi uchun tashlab bersam bo'ladigan holatdagi testimiz. To'g'rimi? Katta. I'm sorry, yana bitta aytib qo'yishim kerak bo'lgan narsa, bog'lovchilar mavzusini demak oldingi xuddi shu yil o'tgan yil aprel yoki maylarda batafsil tushuntirib, buni o'tib berib, testlarni ham tahlilini ko'rib qo'yilgan YouTube'da videolarimiz bor. Agar kimdir darslarimizga yangi qo'shilayotgan o'quvchilarimiz bo'lgan bo'lsa, hurmatlilar, bu bog'lovchilar hozir bunday qilib kengroq tushuntirilmadi deb o'ylab qolgan bo'lsangiz, kanaldagi bog'lovchilar, chunki 100 dan ortiq video yuklangan, sabr bilan oqtarib bog'lovchilar, umumiy ma'lumotlar, mana shu narsalarni ko'ringlar. Transition nima, conjunction nima, bog'lovchi nima, close bog'lovchi nima, preposition bog'lovchi nima, infinitive bog'lovchi nima, bular hammasi haqida ma'lumotlar berib qo'yilgan. Okay? Demak, keyingisi. I know I to her so discouragingly, but I just want to help her see the realities degan so'z ketyapti. Modal fe'llar mavzu ekan, hurmatlar. Bu joyda mana bu joyda e'tibor berib qarab qo'yadigan narsamiz nima? Bu joyda
O'zidan keyin have'dan modal fe'llardan keyin have'dan qo'shish haqida ma'lumotlar oldingi darsni berib o'tib ketdim. Agar kimda buni tinglamagan bo'lsa, oldingi darslarimizda must have'dan haqida ma'lumot berilgan. Ular videolarini albatta ko'rib qo'yishlarni tavsiya qilaman. Va mana bu joyda demak birinchisi I just wanted dagi wanted tagiga e'tibor qaratib chizib olamiz. Mana wanted demak kontekst o'tgan zamonda. I haven't been talking to her degan so'zimizda demak o'z-o'zidan marta wanted bo'lgani sababli hozir zamon bilan aloqasi bo'lmagani sababli adjobdan voz kechib olamiz. Ikkinchisi o'zidan keyin have'dan degan shaklni qo'sha olmaydigan modal fe'llarimiz bor. O'zidan keyin have'dan degan shaklni ola olmaydigan modal fe'llarimiz bular demak can, undan keyingisi need va undan keyingisi asosan must. Endi Azar kitobida mustdan keyin have'dan kelishi mumkin deb aytgan, lekin bitta Azar bergan xolos. Qolgan kitoblarda mustdan keyin have'dan kelishi haqida aytmagan. Mustdan keyin demak mustdan keyin deyapman. Bu yerda mustdan keyin demoqchi edim. Mustn't have'dan degan, ya'ni must not have'dan degan shakl yo'q. Tushundingmi? Must have'dan bor. Shu sababli mana bu joyda bu shakllar odatda testlarimizda mustn't have'dan degan shakl bo'yicha test men misol 96 dan boshlab 2023-yilgacha, 2024-yilgacha bo'lgan testlar ko'rgan odam sifatida aytaman. Mustn't have'dan degan shakl testlarda kelmagan. Bundan tashqari test master kitoblarda ham yo'q. Mustn't have'dan degan shakl. Lekin xo'p bor degan shaklimizda ham unda bitta qilmagan bo'lsam kerak degan tarjima bo'lib qoladi. Misol uchun men unga bunchalik befarq gaplashmagan bo'lsam kerak deganga o'xshagan yoki bunchalik nima deydi? Tushkunlik kayfiyatga tushiradigan qilib gapirmagan bo'lsam kerak deganga o'xshagan gap bo'lib qolib, bunda gapda ma'no chiqmay qolyapti. Bu yerda nima degan? Misol uchun bu used to oldingi odatga aylangan o'tgan zamon ish harakatlarini ko'rsatadi. Bu joy esa bir martalik ish harakat odat emas, shuncha chiqib ketadi va bu ham chiqib ketadi. Faqatna s javobimiz qoladi xolos. Va bu joyda esa o'ziga nisbatan tanbeh beryapti. Men bunga uni shunaqangi tushkunlikka tushiradigan qilib gapirmasligim kerak edi, lekin men prosta uni real voqelikni ko'rishni xohladim xolos degan gap ketyaptiki, shuncha o'ziga nisbatan tanbeh va mana bu joyda shouldn't have talked bo'lyapti. Okay? Demak, qarab turaman, mabodo sizlardan ma'lumotlar kelib qolayotgan bo'lsa, qarab turmasam. Okay, dars ketdik. 4. O'tgan darsda berib o'tib ketdim sizlarga. O'tgan darsimizda bergan ma'lumotim bor, hurmatlar. Sifatlar mavzusida agar 9 ta so'zdan keyin o'ylab o'tirmasdan qiyosiy daraja ishlatasiz degan ma'lumot berib o'tib ketdim. Va mana shu ma'lumotimizda comparative degree'da demak 210-betda ekan. Mana shu 9 ta so'z bor. Mana shu 9 ta so'zlarimizda demak bular much, a lot, far, a bit, a little, slightly. Bulardan keyin o'ylab o'tirmasdan qiyosiy daraja olasiz. Mana bu yerda bularning soni nechta deyapmiz? 9 ta. Mana bu yerda beryapman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta plus 7 ta, 8 ta va bizda 9-inchisi ham bor edi. Bu yerda even ham bor. Bu yerda even qo'shmaganki, evenni o'zim qo'shib qo'yibman mana. Even. Bu 9 ta so'zdan keyin o'ylab o'tirmasdan demak qiyosiy daraja olasiz. 9 ta mana shu so'zdan keyin o'ylab o'tirmasdan nima olamiz ekan? Qiyosiy daraja olamiz. Qiyosiy olasizlar. Endi qoidani teskarmachasiga o'qishdan o'rganinglar. Qoidani teskarmachasiga o'qishdan o'rganishimiz kerak bo'ladiki, nima? Qanday teskarisiga o'qiymiz deydigan holatlarni aytadigan bo'lsalaring. Agar qiyosiy darajadan oldin 3 nuqta qo'yilgan bo'lsa, bilingki, mana shu 9 tadan bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Qoida qalay? Klass bosishga arziydi qoidamiz. Agar 9 ta mana shu so'zlarimizdan keyin 3 nuqta qo'yilgan bo'lsa, qiyosiy daraja olasiz. Qiyosiy darajadan oldin 3 nuqta qo'yilgan bo'lsa, mana shu 9 tadan bittasi aniq javob bo'ladi. Yo much bo'ladi, yoki a lot bo'ladi, yoki far bo'ladi, yoki a bit, yo a little, yoki slightly, yoki any, yoki no, yoki even bo'ladi. 9 ta bular soni, tushunyapsizlar? Endi mana bu yerga qaraydigan bo'lsa, mana qiyosiy darajadan oldin 3 nuqta qo'yilgan. 3 nuqta qo'yilgan holatda va bu joyga demak mana shu qiyosiy darajadan oldin keluvchi so'z kerak bo'ladi. Mana shuni ko'pchilik mo'rab qo'yapti. Hurmatlar, o'zi er ishlatilib bo'lingan, mana qiyosiy daraja ishlatib bo'lingan. Unga yana bitta qiyosiy daraja kerak emas. Unda roq bo'lib qoladi. Misol uchun, xavfsizroq roq. Bunaqa bo'lmaydi. Mo'ramroq degani, bu ham roq degani, to'g'rimi? Va bundan tashqari mana er qo'shimchasi ham roq degani. Ikkita roq bo'lib qolyapti-da. Tushunasizmi? Ikkita roq. Ikkita roq olmaymizmi? Misol safer, xavfsizroq, more, yana roq.
More safer. Endi o'zlaring ham endi unga qaramasdan ham domla grammatika deydigan bo'lsangiz, to'ppa-to'g'ri bir bo'g'inli o'sha qo'shib bo'lingan. Ya'ni o'ldirgan odamni qaytadan o'ldirish shart emas-da. Mana shu yerda esimga tushib qolgan bitta naqa aytadigan bo'lsam, anekdot aytadigan bo'lsam, har doim mashinasida aytamanki, misol uchun qiyosiy darajasi er qo'shimchasi qo'shib bo'lingan bo'lsa, yana ko'pchilik o'quvchilar yana oldiga more qo'shib yuboradi-da. Mana shu joyda mana hozir ham bitta qarab qo'yaylik-da. Qarab qo'ygan holatimizda demak nechinchi 4-test ekan. 4-testga qarayapman. 4-testimizda mana ko'pchilik 39% odam D javob olganda. Qaylar bitta otaxon urushga borgan otaxondan mana yaqinda 9-may ham keladi. Urushga borgan otaxondan so'rayapti, urushda voqealardan bir gapirib bering otaxon, bir tinglaylik, mana prezidentimizdan birishlarga $10,000 pul berar ekan. Urushdan omon qolganlarga har bittasi bir martalik $10,000 berar ekan deyildi, bor. Prezidentimizga rahmat. Shunaqangi nima deydi, e'tibor qaratayotganiga-da $10,000 pul berar ekan. O'shanaqa otaxonlarning bittasi aytayapti ekan. Urushda bo'lgan voqealardan aytib bering. Bir kuni deydi, shunday o'rmonda ketyapsan deyapti. O'rmonda ketyapsan. Bitta hujrani ko'rib qoldim. Kirsam deb bir uy nemis yotgan ekan deyapti. Haligilarga qarab shunaqangi nafratim qo'zib ketdiki deyapti. Senlarmi deyapti, bizni deydi vatanimizga, biz tomonlarga deydi oyoq bosgan hammasini oyog'ini kesib tashladim dedi. Shunda ham deyapti, nafratim o'ziga anaqa qilmadim deb. Shunda deyapti, senlarmi hali bizga qurol ko'targan, hammasini qo'lini kesib tashladim debdi. Hali intervyu olayotgan odam aytdi, otaxon juda yovuz ekan, so'zdan sizdan bu nafratsam shuna ko'narib ketgan. Bir yo'la ular qiynamasdan shat kallasini uzib tashamagan ekansiz siz. Mengacha kallasini uzib tashashgan ekanda, o'sha degan ekanda. Shunga o'sha demoqchimanki, o'lgan odamni yana qaytadan o'ldirib yurmanglar deb qo'yaman o'quvchilarimga. Odatda shuning uchun mana bu yerda mana saferda er qo'shimcha qo'shilgandan keyin hurmatli oldiga d kerak emas. Yana qaytaryapman, qoida zo'r qoida hurmatlilar. Agar 9 ta so'z yodlab olishga 9 ta so'zdan keyin nuqtalar qo'yilgan bo'lsa, orqasidan o'ylab o'tmasdan qiyosiy daraja olinadi. Qiyosiy darajadan oldin shunaqa qiyosiy daraja berilgan mana. Qiyosiy daraja berib qo'yilgan. Qiyosiy daraja berilgan holatda, qiyosiy daraja berilgan holatda oldin mana bunaqa nuqta qo'yib kelayotgan bo'lsa, 9 ta so'zdan bittasi. U qaysi edi? Bu matchida bu mana. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Okay? Ketdik. Dars. 5-testimiz. Hurmatli vishli gaplar ekan. Men vishli gaplar qayta-qayta berib turibman sizlarga, chunki eslangdan chiqmasligi uchun mana shunaqa bitta testlar berib turaman. Vishli gaplarimizda birinchi o'rinda vishli gap degan zahotiyoq D javob chiqarib olib keyin o'ylang. Vishli gaplarda hech qachon hozir va kelasi zamonlar ishlatilmaydi, hatto uni o'ylamang ham. Uni o'ylashdan avval chiqarib oling. Vishli gaplardan keyin present zamon ishlatilmaydi. Demak, vishli gaplarimizda demak turi bor. Demak 4 ta desak ham bo'laveradi bu turlardan. Future wish, present wish, past wish va would qoidasi. Would alohida qoida. Would ikkita qoida keladi. U future wishda ham keladi, would qoidasi ham keladi. Shuning uchun uni ikkita imkoniyati bor. Would qoidasini kelasi zamonni ko'rsatayotgan bo'lsam, would ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Norozilikni ko'rsatayotgan bo'lsam, would ishlatishingiz bo'laveradi. Demak, mana shu yerda o'zlashtirma gaplar ko'ring mana. Did past simple lekin present ma'nosini ko'rsatadi. Mana bu past perfect lekin present perfect ma'nosini ko'rsatadi yoki past simple ma'nosini ko'rsatadi. Shuning uchun mana bu yerda testimizda bu wishni qaysi tur ekanini bilish uchun bu wish qaysi zamonga qaratilayotganligini ham ko'rib olish kerak bo'ladi. Misol uchun bizga ketyapti. Now that the test has started. Mana o'sha berib qo'yilgan test boshlanib bo'lindi. Garov o'ynaymanki, ba'zi bir o'quvchilar deyapti, bunga tayyorgarlik ko'rsamidi deb afsuslanayapti. Demak, test boshlandi. Testga tayyorgarlik ko'rish testdan avvalgi davrda bo'lganligi sababli bu joyda past wish bo'ladi. Mana siz javobni olishimiz mumkin bo'ladi. Past wish bizda past perfect bilan beriladi. Okay? Ketdik keyingisi. 6. If we finish this job soon, we can get home to get the beginning of the match. Degan holatimizda demak birinchi o'rinda qaylar? Bilishlaring kerak bo'lgan narsalar nima? Birinchisi, demak o'zidan keyin demak to do qabul qiladi va bu joyda ketayotgan narsa demak ijobiy ma'no ko'rsatadi. Ijobiy buni ham jinik naqasi bor. Qo'shimchalar demak bo'lishli gapda ijobiy ma'no ko'rsatadi. Ijobiy ma'no ko'rsatadi, hurmatlilar. Gap bo'lishli bo'lsa, inkor gap bo'lsa, inkor gapda demak salbiy ma'no ko'rsatadi.
Shunaqa ajoyib xususiyati bor. Anaqani ijobiy ma'no, demak yetarli degan tarjimasi esa nima bizda? Tarjimasi demak yetarli degan ma'noni ko'rsatadi. Demak yetarli. Yetarli degan ma'noni ko'rsatadi. Demak so early dan keyin, demak so early dan keyin demak o'z-o'zidan buni ham grammatikasi berib qo'yaman. Demak so dan keyin bizda plus adjective yoki bo'lmasa adverb keladi. Adverb keladi va albatta demak undan keyin demak z subject verb kelishi kerak bo'ladi. Z subject verb keladi, hurmatlar. Shunisiga e'tibor beringlar. Endi sashdan keyin ravish kelmaydi. Sashdan keyin bilishlaring kerak bo'lgan, shuning uchun buni javobdan chiqarib yuborsak ham bo'ladigan holatda. Sashdan keyin demak ravish hech qachon kelmaydi. Eslangda qolsin. Sashdan keyin demak bizda demak adjective bog'lovchilar mavzusi bu haqida ham ma'lumot berganman. Adjective noun keladi va adjective noun kelgan holatda mana bu adjectivimiz demak tushib qolishi ham mumkin bo'ladi va bu yana bizning kattaroq qoida, agar ot sanaladigan birlik ot bo'ladigan bo'lsa, mana yerga yozib ketaverayman mana shuni, agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, demak a yoki n plus noun singular bo'lsa deb qo'yapman. Agar yoki bo'lmaydigan bo'lsa, demak bizda agar a yoki no article deb ketaveraylik. Mana shu yerda no article ishlatilmaydi. Agar noun bo'lsa plural, noun bo'ladigan bo'lsa plural yoki bo'lmasam uncountable. Thank you. Plural yoki uncountable bo'lsa noun article ishlatmaydi. Bu yerda juda katta ma'lumot ketyapti, hurmatlar. Too early degan so'zimizni o'zidan sifat yoki ravish qabul qiladilar, haqiqatan to'g'ri. Faqat bitta narsani bilinglar. I'm sorry, bu narsani yozmoqchi edim. Demak bu o'zidan keyin demak bu ham to do degan shaklda qabul qiladi va ma'nosi faqatgina salbiy ma'no ko'rsatadi, hurmatlar. O'shuncha ma'lumotlarga qaranglar. Demak bu joyda birinchi chiqarib olishimiz mumkin bo'lgan holatlar va o'sha javob aniq bo'ldi. Menimcha sizlarga sochmatda mana z subject verb bo'lmaganligi uchun, to do degan shakl bo'lganligi uchun b javobimizdan c javobimizdan voz kechib olamiz. I'm sorry, men bitta narsani aytib ketishim kerak bo'ladi. Bu ham demak o'zidan keyin demak ana shu z subject verb qabul qiladi, sacham. Shunga sachdan keyin ravish hech qachon kelmaydi. Sachdan keyin. Demak mana shu sababli to do shakli bo'lgani sababli b bilan c javob chiqib ketadi. Ma'no ijobiy bo'lganligi sababli demak o'z-o'zidan bitta to bilan early'di. Magar naqasi bo'ladigan bo'lsa, masalan, ma'noga qarab chiqarib olasiz xolos. Masalan, bu joyda. Agar ishni tezroq tugatadigan bo'lsa, uyga o'yinni ko'rish uchun o'yinni ko'rishga ulgurib qolish uchun yetarli vaqtda yetib boramiz degan ma'noda yetarli vaqt ma'nosida demak a javob bo'lyapti bu joyda. To'g'ri javobimiz a javob bo'ladi. Demak 6-testimizda ko'pchilik to'g'ri javob olgan, lekin b javob ham olgan. So early degan shaklda, lekin bilinglar, so early o'zidagi z subject verb oladi. Tashlab beraymi, hurmatlilar? Demak, mana bu ma'lumotlar normal ma'lumot yozildi. Menimcha buni tushuna olasizlar degan umiddaman. Ketdi. Demak, keyingisi 7. Yana bog'lashlarimizni demak yuqorida berib o'tib ketdim va mana bu joyda sizlarga ham bemalol aytishim mumkin bo'ladiki, demak bu yerda nimani? So despite dan keyin demak plus noun keladi. Because dan keyin demak plus subject verb keladi. Because of dan keyin plus noun keladi. So dan keyin plus demak subject verb keladi. Demak nima? Hurmatli bo'ldi. Ikkita javob chiqib ketadi. Mana shunaqa testlar juda ko'p keladi, ikkita javob chiqib ketadi. Mana bu yerda qarab olasizlar. Mana bu joyda qaranglar. Demak, qaysi javob qolyapti? 7-testimizga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizda bitta chalg'itadigan narsasi bor aytmoqchi. 7-testimni bekorga tashlamaganman. Bu menga juda ham ma'qul kelganligi uchun olgandim bu testimizni. Demak, 67% odam C javob olibdi, yaxshi. Demak, bizda qanday? Mana bu joyda demak mana qaranglar, noun kelyapti, orqasidan subject verb kelyapti. Buni subject verb hisobga kirmaydi. Mana nounni o'zi hisobga kiradi xolos. Mana shu holatlar. Mana shu holatlar kelib qoladigan bo'lsa, bunda noun kelyapti deb qaraysiz. Noun kelyapti qaraysiz. Shu sababli mana because chiqib ketadi va the javobimiz demak zo chiqib ketadi. Mana despite dan keyin noun, because of dan keyin noun qolyapti.
Her necklace was especially striking the diamonds. Ya'ni misol uchun biz aytayotgan narsa uning demak nima deydi? Necklace, bo'yniga taqaydigan taqinchog'i shunaqangi zo'r ekan. Nimaga? Chunki undagi olmoslar sababli deyapti. Olmoslar deganimizda sababni ko'rsatyapti. Shu sababli because of bo'lyapti. Tarjima bilan ham ko'pchilik to'g'ri javob oladigan. Xursandman, zo'r javob olgansizlar. Demak, keyingisi 8. Take question mouse ketyapti ekan hurmatlar. Take question mouse'ga qaraydigan bo'lsak, take questionda plus bo'lsa minus chiqaramiz, minus bo'lsa plus chiqaramiz degan holat bor. Demak, mana shu joyda ko'pchilik gapni minus ekanligini ko'rmay qolgan. Agar gap tarkibida demak inkorga aylantiradigan so'zlarimiz bor. Misol uchun inkor bo'ladi. Qachon? Inkor bo'ladi agar n wordlar bo'ladiganmiz. N words. Nima n word? Nima edi hurmatli? N wordlarimiz no, nothing, nobody, misol uchun not o'zi ham bormi? Not bor, misol uchun mana nice deyishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan n wordlarimiz hammasi demak bizda inkor hisoblanadi. Endi ikkinchisi degan bo'lsak, inkor hisoblanadi. N word bo'lmaydigan bo'lsa ham demak olishimiz mumkin bo'ladi. Seldom, hardly, barely bular inkor hisoblanadi. Scarcely. Endi mana shu joyda inkor emas deb yozib qo'yadi. Mana shuni ko'pchilik bilmaydi. Inkor emas qaysilari degan bo'lsa, inkor emas. Hurmatli, inkor emas. Without, ko'pchilik mana shuni inkor deb o'ylaydi-da. Without, misol uchun bizda ban, prohibit degan so'zlarimiz bor. Mana shularni ham inkor deb o'ylashadi. Without, ban, prohibit degan so'zlar. Endi bularda nima uchun inkor degan adashmovchilik bor, adashish bor. Adash sabab shundaki, bulardan keyin eni ishlatiladi. Bu without, ban, prohibitlarimizni kuchi samni eniga aylantirgan yetadi. Lekin gapni inkorga aylantirgan kuchi yetmaydi. Qanaqa gap bo'ldi? Vash dahshat bo'ldimi? Qayli? Without, ban, prohibit degan so'zlarimiz, mana shunga o'xshagan so'zlarimiz bor. Murfida bergan mana shularning eni ishlatiladi degan qoidani aytgandan keyin ko'pchilik o'ylaganki, demak bular inkor ekanda, demak take questionda bular inkor bo'ladigan bo'lsa, bularni minus qilib turib, bulardan plus chiqarar ekanmiz-da degan. Yo'q, hurmatlilar. Bularni kuchi samni eniga aylantirgan yetadi, lekin gapni inkorga aylantirgan yetmaydi. Shu sababli bu so'zlarimizdan keyin en ishlataverasiz, lekin bu take questionda bundan minus deb qarabdi, plus chiqarmaysiz. Mana bu joyda kelayotgan hardly gapni minusga aylantiradi. Bu gapimizni minusga aylantiryapti. Shu sababli bu yerdan plus chiqadi. Va mana bu yerda zer bo'lganligi uchun zer takrorlanadi. Qayla mana. Hammasi ketib qolyapti. Hurmatli, ko'ryapsizlarmi? Chunki zer o'zi takrorlanadi va shu sababli bizda javobimiz A javob bo'ladi. Qalay chiqdi izoh? 44% bo'lgan ekan buni, hurmatlilar. 34% to'g'ri javob olgan ekan xolos bu narsani. Bu joyda demak Nilufar Jo'rayeva minus bo'lib, undan plus chiqaraman, to'g'ri javob izoh ham berib qo'ygan ekan. Xuddi shu holat ketyapti. 9. Bular tashlab qo'yishimga arziydimi bo'ldi? Domla, bolalarimiz bor, bola emasmiz deydigan bo'lsalaring, men darsda bolalarni gapirib o'rganib qo'yganman-da. Shuning uchun sizlardan bolalarni aytib borsam. Yana bog'lovchilar, bu safar bog'lovchilar ko'p e'tibor qaratib o'ribmanmi? 9ni men ataylab olgan bo'lsam kerak bo'ladi bu 9-testimizda. Demak, hurmatli 9-testimizga qaraydigan bo'lsak, 9-testimizda xursandman, juda ham ko'pchilik S javob olganligidan. On condition that if va provide o'tgan safar berganman, bular bir-biriga 100% teng. If ga demak bular demak mana bunday yozsam bo'ladi. Demak bizda demak A javobimizdagi demak A javobimiz teng demak B javobga teng. Bu ham teng, bu ham teng. Demak S javobimizga teng. Bular bir-biriga teng. Teng bo'lganligi sababli bular ma'nosi ham bir xil. Tez raqobatga kirishmaydi, hurmatli. A javobni, B javobni, D javob chiqadi. Unless ham if ga teng, lekin ifni inkoriga teng-da. Shu sababli bemalol bu yerda unlessni bularga raqobatga qo'yishi mumkin bo'ladi. Shu A, B, S bir-biriga 100% teng bo'ladigan bo'lsa, bular bir-biriga 100% mana bunaqa qilyapman, 100% qo'yapman.
100% teng bo'ladigan bo'lsa, demak o'z-o'zidan uchala javobdan chiqaveradi. Juda ham oddiy tahlil. Okay? Keyingisi 10. Remember qoidasini so'rab kelyapti ekan. Remember qoidasini xursandman ko'pchilik bilishlaridan. Remember qoidasiga o'tgungacha bo'lgan joyda, demak remember. Umuman olganda men shu quyidagicha unaqa beramanki, verbdan keyin verb berilgan bo'lsa-yu, verbdan keyin berish mumkin bo'lgan nima? Verbdan keyin qaylar, hurmatlilar. To'g'ridan to'g'ri kelishi mumkin bo'lgan holatlar verbdan keyin doing keladi, to do keladi, to do keladi. Doing yoki to do keladi-da. Masalan, undan keyin having done o'shanaqa keladi. Lekin nima kelmaydi degan bo'lsa, verbdan keyinoq bizda did kelmaydi, hurmatlilar. Tushunasizmi? Yoki misol uchun do degan, endi verb deyapman, would razi, would birikma ular. Ular boshqa narsa. Shuning uchun verbdan keyinoq qo'yilgan nuqta turgan bo'lsa, bu nuqtalarimizga demak did va do degan shakllarni olishga ehtiyot bo'linglar. Odatda doing yoki to do va uning shakllari kelishi mumkin bo'ladi. Uning shakllari. Albatta let turibdi ekan. Birinchi nuqtada emas, letga qarab oling. Let somebody do degan qoidamiz bor. Shunga ko'ra demak javoblar S javobda, D javob chiqavorsa bo'laveradi. Okay? Endi remember to do qilishni eslamoq, remember doing qilganini eslamoq. Demak, rememberdan keyin misol mana qa ajoyib qoidam bor. Remember yoki forget plus doing nima bu deydigan bo'lsak, hurmatlilar, bu o'tmish xotiralarini yodga olish. Shunaqa qoidani bilasizlarmi? Aynan boshqacha o'rgangan bo'lishlari mumkin bo'ladi, lekin o'tmish xotiralarini yodga olish degan qoida bor. Mana shu qoidani beraman sizlarga, demak mazza qilinglar. Chunki bu yerda aynan yoshligingizda bo'lgan o'tmish xotiralaringizni eslayapsizmi? Mana shunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tushunasizmi mana? O'tmish xotiralarini yodga olish. Yoshligimizda dadalarimiz yashirinib daryoga cho'milgan borardik. Chunki onam hech qachon demak daryoga yaqinlashga yo'l qo'ymagan sababli yashirinib borardik deb. Hali o'zingiz yoshligingizda birortasi hech ham esimdan chiqmaydi mana shu narsalar. Mana shu narsa har doim yodimda turadi, yoshligimni eslasam degan gapni gapirmoqchi bo'lsangiz, mana shunga bemalol remember yoki I never forget going. I always remember. So bunaqa gap. I always remember seeing you for the first time. Men seni birinchi marta ko'rganim hamon yodimda. Yoki I never forget seeing you for the first time. Birinchi marta sen bilan gaplashgan hech qachon unutmayman degan gaplarni o'tmish xotiralari yodga olinadi. Va mana shunda rememberdan keyin ing beramiz. Va to'g'ri javobimiz hurmatlilar bizda nima bo'lyapti? Swimming bo'ladi. 11. Azı en azı qoidalari ketyapti ekan, menimcha bu joyda I'm sorry, men naqmay qolibman. Demak, xo'sh, nima bu? Nima qilishimiz kerak bo'lardi? Birinchi o'rinda ahmoqona javoblardan tozalab olamiz. Demak, one degan so'zimiz turibdi. Shu sababli mana bu yerdagi ikkinchi nuqtamizdagi the others'ni ola olmayman. To'g'ri tushuninglar. One dan oldin azini ola olmayman. Azidan keyin birlik ot kelmaydi. Enaza bilan demak o'z-o'zidan enaza one, the one, enaza the degan narsa qolyapti. Demak, xo'sh, nima deyapti bu joyda? Uyimizda demak remont qilayotgandik, shuning uchun boshqa yana bitta eshik olib kelgani bordik. Enaza eshik olgani bordik. Chunki deyapti, as it only has one hinge. Qanaqa bo'lsa hinge degan so'zni balkim bilmadim nima ekan. Mana shu narsa o'tgan zamon. Mana yerda bittanisini bilinglar. Mana one degan so'zimiz ot bo'lib kelyapti bu joyda. Oldingi gapda ishlatilayotgan otni o'rniga kelyapti degani. Bu degani mana shu otni hamma xususiyatini qabul qiladi. Gapda ikkinchi marta ishlatilayotgan ot z bilan degan qoidaga ko'ra boshqa yana bitta degan ma'noda enazi ketyapti mana bu yerda. Zvon degani mana do'rni ko'rsatyapti. Shu sababli to'g'ri javobimiz bizda enazi z bilan to'g'ri javob B bo'ladi. Okay? Yoyiq ega degan narsani bilinglar. Yoyiq egani ko'rib qolsa mana nuqta mana verb matga qo'yilyapti. O'zi verb gap boshida kelish kerakmidi? Mana bizda gapni kesim aytib bering, so'rab kelyapti. Demak, bu yoyiq ega. Yoyiq egada mana bu egani kesimni egasini topish uchun oldiga qarab yuraverasiz. Agar yo'lingizdan prelog chiqsa, bilingki prelogdan oldingisi bizda ega bo'ladi. Ya'ni yo'limizda yana prelog chiqadigan bo'lsa, bilingki undan oldingisi bizda ega bo'ladi. Yoki endi ketaverasizda, yana ketayotgan bo'lsa, yana prelog chiqadigan bo'lsa, bilingki
undan oldingisi ega bo'ladi. Oldiga qarab ketavering. Oldiga qarab ketaverganda preloglardan oldingisi eng asosiysi mana quantity degan so'zimiz bizda gapni egasi mana. Often societyga qaradim, lekin bunday qarab ofni ko'rdim. Yana bunga qaradim, ko'plik. Yana qamatni ko'rdim, quantity. Demak, o'z-o'zidan gapni egasi quantity bo'lib, bizda ko'pliklar chiqib ketadi javobdan. Faqat nima qolyapti? Birlik qolyapti. 12-testimiz javobi A javob bo'ladi. Okay? Next. Many states require that automobiles. Bu endi subjunctive mood. Yani 13-testimizda subjunctive moodni men bilmayman domla subjunctive moodni eshitmagan ekanman subjunctive moodni deydiganlar bo'lsa, hurmatlilar, subjunctive moodni subjunctive mood har doim aytyapman, katta mavzu, hozir bera olmayman bu mavzuda, hurmatlilar, katta yoyiq bera olmayman. I'm sorry. Subjunctive mood degan mavzu, lekin adresini ko'rsatib qo'yaman. Adres qayerda? Adresi subjunctive moodda birinchi o'rinda, demak, Murphydan should 2 degan mavzuni o'qiysiz. Should 2 degan mavzuni o'qiysiz. Demak, birinchi mana shu mavzuni o'qing. Undan keyin ikkinchisi G'apporov kitobida 18-bet 8-qoidadan 11-qoidagacha o'qiysiz. Ikkalasini o'qigandan keyin cho'ta nima yetishmayapti-da deydigan bo'lsak, ya'ni misol uchun meni konspektim, Yunusov konspekt deb qo'yaman. Demak, Yunusovning konspekti meniki. Qo'lyozmada konspekt o'qiysiz. Qo'lyozma konspekt kanal yuklab qo'yganman. Yunusovning demak konspekti qanaqa? Demak, qo'lyozma konspekt. Qo'lyozmada zo'r berilgan, hurmatlar. Qo'lyozma konspektim bor. Ash qo'lyozma konspektimni o'qiysiz. Mana shu mavzuni topasizda. Subjunctive mood degan mavzuni cho'tki tushuntirib qo'yganman. Zo'r yozdirib qo'yganman, hurmatlar. Mana shu mavzuni o'rganasizda, bizda ma'lum bir qisqa aytadigan bo'lsa, ma'lum bir fe'llardan keyin z ishlatilsa, undan keyin subject should do yoki do ni qabul qiladi. Bu yerda kelayotgan do should o'zgarmas, tuslanmas do. Ya'ni automobiles bo'lsa boshqacha, o'tgan zaman bo'lsa boshqacha, kelasi zaman bo'lsa boshqacha bo'lib ketib qolmaydi. Mana require z bizda subjunctive mood fe'li. Shuning uchun mana bu yerda should do yoki do. Majhul musbat should be done yoki be done bo'ladi. Be done. Mana be done mana be tuslanmaydigan be done. Hurmatli, tuslanmaydigan be done bo'ladi. Bu mavzumiz 13-testimiz. Demak, nima ekan? Subjunctive mood deb yozib qo'yapman. Subjunctive mood. Agar buni siz bilmasangiz, kanalda ham Nilufar degan ustozimiz bor edi. Shu ustozimiz bor, hozir ham yordamchi o'qituvchimiz. Mana shu o'qituvchi vaqtim bo'lmaganda o'tib bergan bu mavzuni. Kanalda subjunctive mood deb misol uchun qidiruvga bersangiz, ko'pchilik anaqilanmay qoladi-da, hurmatli, mana qaylar. Mana shu yerda bunday qarab turib, matali qidiruv degan joyi bor, mana qidiruv degan joyini ezib turib kanalimizda subjunctive mood deb mana bunaqa qilib qidirishdan o'rganinglar. Subjunctive mood deb bersalaring, mana subjunctive mood. Subjunctive moodni men o'zim ham doskaga yozganimni bergan ekanman mana. Subjunctive mood fe'llar bilan, demak, men o'zim grammatikani qaytadan tashlab qo'yapman. Grammatikamni ham bundan tashqari subjunctive moodni o'tib bergandida Nilufar. Matdan bergan ekanman. Mana shuni ham qaytadan tashlab qo'yingda. Bularni men bergan ekanman. Mana shu joyda mana sizlarga tashlab qo'yapman qaytadan. Lekin mana shu meni konspektimdan qirib olingan mana joylar, buni albatta ko'rib o'qib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Va mana shuni, demak, subjunctive mood qoidalari bular, hurmatlilar. 14. 14da demak, men sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam bor edi, shu sababli buni oldim. Demak, temperaturani aytayotgan paytingizda temperatura ikkita prelog ishlaydi. Above va below degan preloglar ishlaydi. Mana shuni bilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun bizda mana +5 degan narsani bizda aytamiz, +5 deydigan bo'lsangiz, qanday aytiladi bu? +5 demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun mana 5 degrees above 0 yoki above freezing point degan so'zdan beriladi mana. To'g'ri, +5 degan so'z ham ishlatiladi.
Lekin mana bunda qayd etgan paytimizda above, below degan so'z ishlatiladi. Xuddi shu narsaga demak agar bizda beradigan bo'lsak, qanday bo'ladi degan bo'lsak, misol uchun bizda -5 bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, -5 bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bunda mana bunday ketadi mana. O'zingizdan tushuntirsa, mana misol endi above emas, nima ishlatamiz endi? Below ishlatiladi. Boshqa preload kerak emas. Lekin misol mana below degan so'zimizni mana shunday holatda berishingiz kerak bo'ladi. Bilmaganlar bo'lsa, bugun demak bu narsa ajoyib. Shuning uchun berdim mana. Qara, beneath, mana above yoki below. Demak, a javob bilan nima qoladi? A javob bilan mana a javob bilan d javob qoladi. Mana b javob bilan s javob chiqib ketadi. Mana bizda ketayotgan narsa, misol mana nima deyapmiz? Fall degani tushib ketdi degani. Fall degani tushib ketdi degani. Demak, qayerga tushadi? Belowga tushadi. Shu sababli d javob bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan unusualda for bilan kelishligini bilmaydigan, men o'zim ham misol uchun tasavvur qiling, bilmasdim deydigan bo'lsak, lekin men belowga qarab turib, demak, unusual for bilan kelar ekanda degan narsani chiqarib olish mumkin bo'ladi. Demak, menimcha qiziqarli, kerakli ma'lumot tashlab qo'yaman. Keyingisi. Ma'lumotlar tashlab turishmoq, hali bitta odam bizni kanalimizga kiradigan bo'lsa, buncha bu jinnicha narsa tashirkan deb o'ylaydigan kanalda o'zi aslida bunday qarasang, lekin darsimizni onlayn holatda kuzatayotgan odam bo'lsa, menimcha haligimdek qarab zo'r narsalar tashlandi deb menimcha nima qilinsa kerak, o'zlariga ma'qul kelayotgan bo'lsa kerak-ku. Lekin ko'pchilikka bu nima qilmadi? Ma'qul kelmasligi ham mumkin bo'ladi. Yangi kirayotganlar bo'lsa deymanda. Demak, e'tibor beringlar. To degan so'zni ko'ryapsizlar. To degan so'zimizni ko'ryapsizlar. To degan so'zimizni ko'rgan zohotlaring. I'm sorry. Qani? Mana. To degan so'zimizni ko'rgan zohotimizda, demak, hurmatli, javoblarimiz qatorida, demak, z azi qoladi xolos. Mana. Z azirsam chiqib ketadi. Azirsam chiqib ketadi. Chunki ikkilikni ko'rsatish mumkin bo'lgan azi enazilamchida ikkilikni ko'rsatish mumkin bo'lgan olmosh bu z azi xolos. Ikkita odam turmush qurayotgan paytda har biri demak nargi sherigidan demoqchida. Nargi sherigi degani ikkinchi sherigi degani z azi degani. Misolda fidelitymi, fidelitymi bilmayman demakki, mana shu so'zda tarjimasi bo'lsa, qator ko'rib qo'yinglar. Mana shu narsa. Demak, o'z-o'zidan to degan so'zni ko'rdim. Demak, bizda z azi bo'lishini aytib o'tib ketyapman. Bo'ldi. Hurmatlilar, 16, 17, 19-testlarimizda demak relative pronounlar mavzusini bergandim. Endi sizlarga mana shu mavzuni demak men e'tibor bermasdan birinchi 16-test tashlab qo'ygan ekanman. Keyin orqasidan 17 ni ham tashlagim keldida, undan keyin 19 ham kelib qoldi. Shunda demak o'zi aslida bu test tushuntirayotgan paytda birinchi 19 ni tushuntirib, keyin 17 ni tushuntirib, keyin 16 ni tushuntirishim kerak bo'ladi. Shu sababli hozir mana bu test izohida birinchi 19 ketadi izohda, keyin 17 ketadi, keyin 16 ketadi. 19, 17, 16 ketadi, okey? Suychib oling. Demak, 19, 17, 16 nisbiy olmoshlar mavzusi. Buni yaqinda bir kunimni sarfladim, mana shu mavzuni o'rgataman deb turib, lekin o'quvchilarimiz orasida qayta o'rgatganimga qaramasdan jinnini yoqib olib turib, baribir yana boshqa javob olganlarni ko'rib hayratda qolib ketib qoldimki, men aytayapman qoidani qaylar. Men hozir bu qoidalar hammasini tashlab qo'yaman. Agar kanalimda bo'lgan bo'lsa, sizni ham yuziga tabassum yuryapti. O'sha kunlar esingizda bo'lsa, shuni aytdiki, agar nisbiy olmoshlar mavzusi so'ralayotgan bo'lsa, berilgan nuqtadan keyin birlik ot ko'rsatkichsiz kelayotgan bo'lsa, javob xuz bo'ladigan qoida aytdim, yozmam qo'ydim. Keyin mana shu testlarimizda misol bir qator aniqlaydi, misol mana yana qidiruvga beramizda. Javob xuz bo'ladigan mana bu anaqani tashladim, qaylaman. Mana shu yerda mana juda ko'p test tashladimda, mana shu joyda berib o'tib ketgan narsa mana. Mana berilgan nuqtalardan so'ng bitta hurmatlilar, bitta gapirganman, kulganmiz ana shu kun rosa hamda.
berilgan nuqtalarga qaytadan berib erinmasdan necha marta bersam qanaqa boshqa javoblar olib tashlashganda men buni aytyapman, gapiryapman, baribir ham anaqa qilmayapti mana. Mana shuni gapirganman ham, hurmatli, gapirib alohida berganman. Buni ko'rib olishlari mumkin bo'ladi. Yana qaytadan aytganman, qayli. Qayta aytganman mana shu naqani. Berilgan nuqtalardan so'ng agar birlik ot ko'rsatkichsiz kelayotgan bo'lsa, javob xuz bo'ladi degan qoidam 16 marta tashlagan ekanman. Mana shu 16 tashlagan, yana qaytadan tashlab qo'yaman, qayli. Iltimos, agar sizlar o'sha paytda javob bergan bo'lsa, ko'ringlarda o'zlaring ham. Yana qaytaryapman. Agar berilgan nuqtadan keyin birlik ot ko'rsatkichsiz kelayotgan bo'lsa, javob xuz bo'ladi. Which bo'lmaydi, who bo'lmaydi, whom bo'lmaydi. Berilgan nuqtadan keyin birlik ot ko'rsatkichsiz, ya'ni tushunmayotgan dona ko'rsatkichsiz ot nima degani deydigan bo'lsangiz, oldida hech qanaqaligi an, this, my, z kabi mana shunaqangi ko'rsatkichlar ishlatilmaydi. O'zi quruq o'zi turadi. Shunda javob xuz bo'ladi. Tushundingmi? Bunda boshqa gap so'z yo'q. Lekin endi aytayapti keyingisida, endi domla kechirasiz, berilgan nuqtalardan keyin birlik ot ko'rsatkichsiz kelayotgan bo'lsa, xuz bo'lishligini bildim. Ko'plik ot kelayotgan bo'lsa-chi? Qalay savol bo'ldi? Ko'plik ot kelayotgan bo'lsa-chi? Ko'plik ot kelayotgan bo'lsa, xuz bo'lish ehtimolligi 80%. 100% emas, lekin mana unda 100% edi. Bunda necha foiz? 80%. Chunki 20% boshqalar ham xu ham bo'lib qolishi mumkin, vich ham bo'lib qolishi mumkin-da. 80% ga ko'tariladi. Endi 20% da boshqa javoblar ham kelib qolishi mumkin ekanda deydiganmiz. To'g'ri, kelib qolishi mumkin. Shu sababli men maslahat beramanki, mana shu o'zidan oldin kelayotgan so'zga apostrof s qo'yish orqali mana shu ko'plik otni xuz bo'lish bo'lmasligini sinab ko'rish mumkin bo'ladi. Zo'r narsa bu. Agar mana bu yerda xuz to'g'ri javob bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, mana shuni o'qib ko'rasiz. Misol aytyapsizki, several men's arms are 4 times as thick as mine. Ya'ni misolcha aytyaptiki, meni naqaga mana bir qancha odamlarning qo'llari menikidan qaraganda 4 marta kattaroq ekan deyapti. Odamlarning qo'llari va mana bu tarjima o'z-o'zidan tushyapti va javob B javob bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Zo'rmi? Birlik ot kelsa garantiya xuz bo'ladi, lekin ko'plik ot keladigan bo'lsa, apostrof s berish orqali apostrof s bergandan keyin mana bu joyga e'tibor qaratmaysiz-da. Misol uchun mana bu joyga e'tibor qaratmasdan faqat mana bu joydan boshlab o'zini o'qib olasiz. Several men's arms are 4 times as thick as mine. Ana shu bir qancha odamlarning qo'llari zalga borgan ekan, zalga borgan payt qo'llari deyapti, meni qo'limdan 4 baravar kattaroq ekan deyapti. Tushunasizmi? 4 baravar kattaroq ekan. O'sha odamlarning qo'llari. Shu sababli bu yerda ning degan so'z to'g'ri chiqyapti. Demak, ning degan so'zimiz to'g'ri chiqyapti mana bunga qo'shilayotgan paytda va javob xuz ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Endi 16-testga qaraydigan bo'lsa, bu endi eng murakkabi. 16 ga qarab qo'ymay, kim qanday javob olganligi. Agar 16 ga bitta qarab qo'yadigan holatimda 16 ga ko'pchilik to'g'ri javob olgan, lekin B javob, C javob va D javob olganlar ham bor-da. Mana misol 46%, 50% ham odam ololmagan javob A javobdi. Bunda nima qilaman deganda qayla. Mana bu yerga nima qilardim? Apostrof s qo'yish orqali sinab ko'raman. Nimaga? Chunki bu yerda mana bu yerda ko'plik s bor-da. Ko'plik s bor. Shuni qo'yib ko'raman. Endi mana bu ishonch degan so'z, mana bu musulmonlar degan so'z. Endi mana bu joyda, demak, bu so'zni oladigan bo'lsam, mana bu yerga qarab. Nima bo'lyapti degan bo'lsak, apostrof mana bu joyga demak s qo'yib ko'raman. O'zi apostrof o'zi ham yetarli bo'ladi, lekin orqasiga ham s qo'yib ko'ryapman-da deganimdan keyin va mana bu joyda chiqayotgan narsamiz nima bo'lyapti deganimiz tarjima ishonchlarning musulmonlari. Ishonchlarning musulmonlari va ishonchlarning musulmonlari degan narsamiz bizga to'g'ri kelmayotganligi sababli va o'z-o'zidan bitta xuz javobdan chiqib ketadi. Hurmatlilar, bu vashshi zo'r narsa yaratilgan. Tushunasizmi? Bu narsani demak o'zim tajribamdan kelib chiqqan apostrof s qo'yib sinab ko'rish degan narsani yaratganman men mana bu yerda. Shu narsadan zavq olinglar, hurmatlilar. Bu yerda nima deyapsiz? Ishonch bizda jonsiz ot bo'lganligi sababli, demak mana apostrof tushmadi bizga. Ham so'ra buni mana bu joyda shuni olaman-da, endi buni
nima qilaman? Mana buni bunday qilib o'chirib qo'yaman. Bu tushmadi bu. Shu sababli demak bizga to'g'ri kelmadi. Nima qilamiz endi degan joyda? Nima qilamiz endi? Believe degan so'zimiz narsa bo'lgani uchun xum chiqib ketib qoladi. Chunki narsadan keyin xum kelmaydi, narsadan keyin xum kelmaydi. Jonsiz otdan keyin xum kelmaydi, jonsiz otdan keyin xum kelmaydi. Nima qolyapti bu joyda? O'zi aslida mana bu joyda demak olinishi kerak bo'lgan demak olinish kerak bo'lgan tagiga chizib yozar ekanman, chunki men hamma chizgan narsam o'zgarib ketib qolyapti. Mana bu joydagi o'zi aslida olinish kerak bo'lgan which olinish kerak edi. Javobda which bo'lmaganligi sababli o'rniga nima olinyapti? Who z olinayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Okay? Men buni screenshot qilib tashlab beraman, chunki shuncha chizgan narsam yo'qolib ketmasligi uchun. Okay, mana. Apostrof s qo'yish orqali sinab ko'rish degan narsa. Apostrof s qo'yish orqali sinab ko'rgan narsa. Bugun agar siz shuni o'rgangan bo'lsangiz, kecha eshitgan masalan bo'yicha ajoyib chiqqan narsamiz. Bugun agar shu masala siz uchun yangilik bo'lgan bo'lsa, bugungi kuningizni mana shu o'rgangan qoidangiz uchun shukr aytib, bugungi qoidani mana shu zo'r qoida o'rgandim deb yuqori kayfiyatda bugungi kuningizni yakunlashingizni xohlayman, hurmatlilar. Tushunasizmi? Apostrof agar birlik otdan keyin berilgan nuqtalardan keyin birlik ot ko'rsatishsiz kelayotgan bo'lsa, javob xuz bo'ladi. Ko'plik ot bo'lsa-chi, apostrof s qo'yish orqali ma'no tushsa xuz olasiz. Ma'no tushmaydigan bo'lsa xuz olmaysiz. Tushundingmi? Ana endi mana bu joyda demak bizda 18 ga o'tiramiz. Chunki bu yerda 19 misol bizda 19, 17, 16 izohlab bo'lindi. 18 izohlayapmiz va mana bu joyda 18 izohlayotgan joyimizda o'z ofli shakliga o'ta olmaydigan olmoshlarimiz bor. Ofli shakliga o'ta olmaydigan olmoshlarimiz bor. Bu olmoshlarimizni demak ofli shakliga o'ta olmaydigan olmoshlarimiz nima edi deydigan bo'lsak, ofli shakliga o'ta olmaydigan olmoshlarimiz bu whole of degan the whole of bo'lmaydi bunaqa. Whole ofdan olmaydi. Every o'zidanki of qabul qila olmaydi. All of qabul qilinadi, each of qabul qilinadi. Endi mana bu yerda zo bor. Avvalgi darsda aytdikki, zo nima edi? Agar mana bu plus bo'ladigan bo'lsa, keyingi gap bizda minus bo'lishi kerak bo'ladi. Yoki aksincha, agar mana bu gap bizda minus bo'ladigan bo'lsa, undan keyin gap plus bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun nima deyapmiz? Mana bu joyda mana ich degan so'zimizdan bizda plus ma'no ich degan so'zimizdan plus ma'no beryapti. If you degan so'zimiz ham plus ma'no beryapti. Shu sababli bizda d javob chiqib ketadi mana bu joyda, b javob qolib ketadi. Chunki mana bunda gap ketyapti. Istanbulga kelayotgan hamma migrantlar u yerdan normalniy pul topaman deb o'ylaydi. Lekin haqiqatda esa deyapti, juda ham kamchiligi demak yetarli darajada pul topishlari mumkin deyapti. Haqiqatdan zo plus minusni qabul qilgan holda b javob bo'ladi. Okay? Va nihoyat 20-testimizda demak ajoyib qoida ketgan bunda ham. Demak bizda bu qoida ham mencha berib o'tib ketilgan avval bu qoidaga I'm sorry. Bu yerda qidirmoqchi edim. Bu avval ham aytilgan. Mana bitta gapda bitta kesim deb mana redaction degan mavzu bergan ekanman, hurmatli. Zo'r qoidalar aytganman o'sha paytda. Mana bu yerda mana shu o'zi yetarli mana. Chiroyli anaqa qoidani bergan ekanman, hurmatli. Mana bu yerda mana qaytadan tashlab qo'yapman mana. Zo'r qoida. Bitta gapda bitta kesim degan qoidamiz. Xuddi shu narsani chiroyli tushuntirib berganman. Bu joyda o'zim alohida aytganingiz kesim berilgan gaplarda subjectdan keyin participle olinadi. Endi bu joyda aytilgan izoh borki, participle bir bu doing, bu aniq nisbat, participle 2 bu dan, bu majhul nisbat. Okay? Bu majhul nisbat. Demak, mana shunga ko'rishga kiraman. Cheered degan so'zimiz ko'rgan zahotimiz cheered. Demak, bu gapni kesim mana kesim berilgan. Egadan participle olaman.
Endi talabaga nisbatan eshitmoq degan so'z o'z-o'zidan mana infinitiv qabul qilmaydi, do shaklini qabul qilmaydi mana. Heard participle'ga hearing participle bor. Talabaga nisbatan eshitmoq degan so'zimiz bizda active voice'da demak talab qiladi. Shu sababli testimizda javobimiz A javob bo'ladi, hurmatlilar. Va 20-test ham demak mana bunday qilib yana qo'shimcha sizlarga tashlab qo'yaman. Sizlarga foyda bo'ladi degan umiddaman, hurmatlilar. Tushunarlimi? Demak, shu 20-testdan bugungi 20-mart kuni tashlab berilgan va 22-mart kuni tahlil qilinayotgan onlayn test tahlilimiz demak o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatlilar, demak umid qilamanki, testdan bugungi test tahlilidan juda ham chiroyli ma'lumotlar olding. Demak, YouTube ga kirib ko'rmaslarni ham o'sha like belgisini bosib qo'yishlarini iltimos qilaman, chunki ana shu bu narsa nima ekan desam, nimaga like so'rashaverar ekan desam, bu aynan bu mavzuni qidiruvda berayotgan payt yoki aynan siz tanishlaringizga chiqarib berib, bu darslarimiz kengroq tarqalishi imkoniyati bo'lar ekan. Shuning sababli oddiy testda boshdan oxirigacha o'tirganlar bo'lsa ham, darslarga kirib oldingi tashlangan darslarimiz ham like tugmachasini bosib qo'yish eslaridan chiqmasin. I'm Mahmud Yunusov, your English teacher.